Prezidentimizning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi O'zbekiston 2030 strategiyasining yangi tahrirdagi loyihasi mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari hamda strategiyani amalga oshirishga qaratilgan davlat dasturi loyihalari yuzasidan jamoatchilik muhokamasi doirasida davra suhbatlari bo'lib o'tmoqda. Navbatdagi tadbir Turon Bank aksiyadorlik tijorat bankida o'tkazildi. Tadbirda bank rahbariyati, departament direktorlari hamda hududiy bank xizmatlari markazlari xodimlari ishtirok etdi. Muhokama jarayonida Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar asosida yangilanayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasidagi maqsadlar, kutilayotgan natijalar, hujjatni takomillashtirish zarurati hamda kelgusi 5 yillikda ko'zda tutilgan asosiy vazifalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, strategiyani takomillashtirish jarayonida jamoatchilik, xususan bank xodimlarining faol ishtiroki hujjatning xalqchil va samarali bo'lishida muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlandi. Ushbu yig'ilishda bankimizga taalluqli bo'lgan jihatlar ham ko'rildi. Albatta, O'zbekiston Respublikasining o'zining strategiyasini qayta ko'rib chiqqandan bankimiz ham transformatsiya jarayonini tugatmoqda. O'sha transformatsiyasi yakunlangani bo'yicha ham chakana biznes o'zining strategiyasini ham qaytadan ko'rib chiqib, qaytadan ishlab chiqdi. Ushbu yangi ishlab chiqarilgan strategiyaga asosan masofaviy xizmatlarni oshirishga urg'u berilgan. Fintechlar bilan yoki ilovalar orqali aholimizga qulay shartlarda bank mahsulotlarini xizmat ko'rsatish yo'liga qo'yish belgilangan. Tadbir davomida O'zbekiston 2030 strategiyasi hamda davlat dasturi loyihalarida iqtisodiyot va bank sohasiga oid belgilangan vazifalar va maqsadli ko'rsatkichlar yuzasidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Davra suhbati yakunida bank xodimlari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, mazkur strategik hujjatlar bo'yicha zarur va muhim ma'lumotlarga ega bo'ldilar.